99-yil Nexia bir jigarlar led faralar qilingan qara buferda balonlari charchab qopti. Xo'p, o'zini radnoy kalpaklarda Sonus Trambler 90 talik metallari ham bor. Jigar akkumulyatorlarda ishi yo'q, yaxshi holatda ekan. Gidravlika ekan 99 bo'lsa, mashina polni освежит bo'lgan, udar yo'q. Ko'rib ko'rsatib olasiz, oldi orqasi butun dedilar. Arqalar tonirovkasi bor ekan, salon holatlari hozir charchab qolgan, o'zingiz uchun ko'rsatib olasizlar. Dalada ishga minaman deganlarga bo'ladi. Xo'p, Misrovka, probegi 3 krug, dehqon o'zidan chexollari bor ekan, poliklari ham bor. Nexia 2 magnitofonlarni qo'ygan ekan, ishlaydi dedi. Tarpida chexollari ham bor ekan. 90 talik metallari bor, mana o'zini radnoy antennalari. Arqalari odamlar ko'rishi uchun ochib qo'ygan ekanlar. Bus-butun dedilar. Ko'rib, ko'rsatib bemalol tekshirtirib olsanglar bo'ladi. Kraskasi polni освежит bo'lgan 3 krug probegda. Narxi bo'lsa, aka narxini 26 million bo'lsa beraman dedilar.